Bu safar o'sha bitta obunachimiz deymizmi, tomoshabinimiz deymizmi, ya'ni Google akkauntdan chiqish degan tugmani topolmayapman. Ya'ni o'zimning telefonimda boshqa birovning akkaunti bor, chiqib ketishim kerak. O'zimning akkauntimni ochishim kerak degan savol beryapti. Umuman olganda biz telefonlarimizni ko'p almashtiramiz. Ya'ni bizni akkauntlarimizni o'chirishni bilmaymiz yoki bo'lmasa chiqishni bilmaymiz. O'sha telefonda akkauntimiz qolib ketadi. Agar biz boshqa telefon olib, boshqa telefondan ham akkaunt ochganimizdan keyin o'sha oldingi qurilmalarimizdagi akkauntimizdan chiqib ketish imkoni bor. Buni o'zimiz qurilmamizdan ham bajarsak bo'ladi. Mana shuni hozir ko'rsataman. Buning uchun telefon nastroykasiga, parametrlarga kiramiz. Kirganimizdan keyin bu yerdan Google hisobga kiramiz. Ya'ni mana bu Google xizmatlariga kiramiz. Mana bu joyga kirganimizdan keyin bizning akkauntimizga olib kiradi. Ya'ni mana bu bizning akkauntimiz. Mana shu joydan Google xizmatlar hisobingizni boshqaring degan joyga kiramiz. Kirganimizdan keyin bu yerdan mana bu har xil ma'lumotlar chiqadi. Biz ma'lumotlar va xavfsizlik mana bu bandini aylantirsak mana bu ko'rinishga chiqadi mana bu. Shu joydan mana bu ma'lumotlar va maxfiylik degan bandni tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin tepaga ko'taradigan bo'lsak, mana shu joydan mana bu pastda mana bu bandlar bor mana. Ana shu bandini pastda ekan, mana bu joyda ekan. Men uzr adashdim sal. Tepadagi band emas, pastdagi bandni ko'tarsak mana bu joyi chiqadi mana. Xo'p, ko'taramiz. Mana shu joyiga kelganda mana bu qurilmalar degan joyi chiqadi mana. Qurilmalaringiz degan joyi bor. Mana shu joyiga bosadigan bo'lsak, mana bizning Google akkauntimizga hozir 3 ta qurilmada mavjud. Ya'ni bu mavjud hozirgi mana shu telefonimiz, hozirgi ishlatayotgan. Mana bu avvalgi safargi ishlatgan telefonimiz qolib ketgan akkauntimiz 253 kundan buyon nofaol deyapti. Va bizni kompyuterimizdagi akkaunt ochib qo'yganmiz, bog'lab qo'yganmiz. Ya'ni bu bizda turadi, bu ham turadi. Demak, mana buni dan chiqib ketishimiz kerak. O'sha telefondan bu yo'qolish kerak. Shunda mana bu yonidagi mana bu tugmasini bosamiz. Mana chiqish degan joyi mana chiqdi. Mana shu telefonimizdan hozir chiqib ketadi. Chiqish degan tugmasini bosadigan bo'lsak, mana bu tugmani chiqib ketadi. Bu sizga notlanishni deyapti. Joylashuv brauzer ilovalar xizmatlar bog'langan mana shu mana. Demak, chiqish tugmasini bosamiz. Qurilmasdan hisobingizdan chiqib ketsinmi deyapti. Mana chiqish tugmasini bosamiz. Tayyor, lekin ayrim ilovalardan hamon ruxsat bo'lishi mumkin degan ogohlantirish bo'lyapti. Ilova ruxsatnomalarni boshqarish OK deb bosib o'ramiz. Kutib turamiz hozirroq. Hisobingizdan chiqqansiz degan javob mana bu yerda minus belgisi chiqdi. Demak, bu telefonda o'sha akkaunt ishlamaydi. Xo'p. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bizdan obunachimiz so'ragan, endi ko'plab murojaatlar bo'lyapti aynan mana shu mavzuda. Biz javob berishga harakat qildik. Mana bu minus bo'ldi, o'sha telefonda bu akkaunt ishlamaydi endi. Shunday qilishimiz mumkin. O'chirishni avvalgi safar ham ko'rsatganman. Ma'lumotlar va maxfiylikka kirib, yana bir bor takrorlab qo'yaman. Tepaga ko'taradigan bo'lsak, mana bu. Mana Google hisobingizni o'chirib tashlash degan joy bor. Mana shu joyiga kirib Google akkauntimizni o'chirib tashlashimiz mumkin. Bizdan so'raganlarga bizning videomiz foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Agar mana shu videomizning boshqalarga foydasi ozroq bo'lsa ham tegsa, biz bundan xursandmiz.
iloji boricha mana shu videoni ko'rgan tomoshabinlar bizning kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab yuborsa yaxshi bo'lardi. Obunachimiz hali ko'rib turgan bo'lsangiz 600